Mush dolan qo'yni g'ajovatqanlig'i sizlar qanaqa qarasizlar? Uzun yillik dolan qo'y baqqilyapsizlar-da. Dolan qo'yning g'ajovatqanlik qo'ldan hech kim aytgan. Dolan qo'yning nimaligini tushunmay aytgan. Qimmatini uqmay aytgan. Boshqaqa ish yo'q, aramanmay xalqning ko'chilayotgan qo'ylar. Ha. Shu ba'zida azobis mangmasa mang'iz tushgan shundami? Mushuni qarasak bakaq mangib qolib qolsa, qo'yinlar mojab chiqib chiqqan. To'xtal gap bilan dehqonlar mang'isini jutgan qo'ylar. 30 yil bunda 40 yilda baqqilyotgan odamlar bor. Buni shu baqqilyotgan odamlar, mushuni qiziqgan odamning o'zlari bizga ilm bilim qilib setib bunda foydalanib keladi-da. To'g'ri. Buning qiziqmayotgan odamga qancha 1 millionlik qo'yni qilib 10 ming ko'rlang desam, Olmaydi. mumkin olmaydi. Chunki tushunmaydi ular. Shu dolan qo'yni g'ajab zopin chiqayotganlar. Bu men Ağasının qarta zopin chiqamayman. Qancha qajva solmaylar. Yana birga men shu qo'shqochning qishqi basam, qos qo'shqa bilan bilan baltida. Not qimmat o'z qimmat oldida. Shu qo'shqoch ustam o'zi qanday o'rlashtirgan bo'lsa. Menda payat qildim kam. Menda mukofot ilib turib bunda bir foydalanmasida bunda o'rlashtirdim desa, bo'ldi shtaqli deb ashundalam tashviqot olib sizlarga tavsiya qilib turibman. Margiz qo'shqochni qishqib andasilang, mana bunda o'rlashding, bunda payat o'rlashding deb masalga usqashni qat'iy qilmayman. Men faqat tashviqotchi. Mening kasbim bu. Zopin ishlab aqasini tavsiya qilish. Meni qo'shqochni muvofiq raziqda. Buningga ham meni chitib, anda bunda deb qojisanglar, o'zingizning ixtiyoringlar. Men g'ajg'a odamga qat'iy to'rda ismini tutib yoki siz mana debsiz, ana debsiz deb zopin ishlarga qat'iy tushuntirmaydi. Ishim bor odamman, bir odam emas. Bugun men yana shu qo'shqochning gapi. Hamda men qo'shqonniki naslni siz tushundingizmi? Bu qo'shqochi Mehmet Izxonniki Qurbanxonning navrisi maktabda tusun taksiya 1 million 600 mingga ilib o'lgan qora qo'shqochning bolasi. Buni nechpasib qilyapsan? Buni nechana shu 2 ming ko'ga 3 ming ko'y misolda shu asosan 2 ming ko'yda shu dastlab qilyapman. Men mushunda qo'shqochni qish kelsam yana boshqa silayotgan bo'lsa, sal to'g'ri shapdan agidab sal niyatini to'g'irlash deb ajroq odamlarga foydalanib qo'yish uchun bunda sharoit hozirlab qilyapman. Şu an bugün bəyədə məsələdə şarkılıq bayam düşdük ha. Açta siz keptken. Hani bugün qanday atqan bolduk ha? 1000 koydun satqan boldunuz şuna ama. Mayli siz kepsiz, ma do'st birodar bolla kepta. Mayli mosh dehqonniki foydalanib qilish uchun 1000 koydun qilsa qilla. Manda gap bolla, men yana bir ta'kidlab qo'y. Mushu dolan qo'yni tushunayotgan, qiziqgan bolla ayram, qiziqmayotgan bolla ayram, tushunmayotgan bolla ayram. Bunu qiziqgan odam, foydalanib baqqan odam, tushunayotgan odam ko'rida. Va qiziqmayotgan, tushunmayotgan, bilmayotgan bolla bir xapmay o'tkazib, qalamqon pulni yozmay. Ishingni bir qolma. Boshqa ishing yo'qmi? Tushunmayotgan bolniki. Hamma kasbniki o'zgarishlik qiziqgan, o'zgarishlik havaskorlik o'dishlam yo'qmi? Ha. İşte vaqt qadam shu ish qilim qiziqib, ishning ayna dangdara shu qimmatlanib baqda. Bu dolan qo'y qiziqgan odamimiz hali shu bir qanday qilib bilinib biqib, sortini yaxshilab, kirim keltib, qiziqgan odam qo'ldab u ishni tabardi masalan Ko'llar, Sanja, Oqsa, Xotan, Qashqa hamma viloyatda necha minglagan dolan qo'y qiziqgan odamlar bor. Bu har qanday shu amli dehqonlar bozor chiqib kirib olsa bilasizlar qizmatganlar bor. Bozorda shundan nafadan amli savdo bo'laversa bu yerda. Ha. Malchar baqqadam abunikimda kilosi 60 kun ilib yaqqan dotayan qo'yib ayna. Mana yemizda baqmas, manimda o'zimizda baqmas bilan. Sort o'xshamaydi. Kaptava qilma, 100 ming ko'laq, 200 ming ko'laq kaptani baqgan. Ashunday bijin go'shqa chiqsayna. Bunda masala, bu tushunmayotgan bolalar shunga qaron bo'lmasa bo'shlar. O menga tushunmaysizlar. Bu qiziqmagan nima? Zodi ma'qul anch pullar qo'yaka, tug'sa zodi majbursiz siz deb unga vaqat tushundirimiz baqa. Bu jurikning qiziqmagan ekan, baqmaydi u. Vaqt qadam orim bilan. Shunga men qo'shqonniki o'rna Bakitnoy Qizavat bozorda bor. Bozor olam chiqsanglar, Qizavat bozor olam kelsanglar. Men qo'shqonniki qish shu 300 metr keldi bozorda. Tilpon qilsanglar o'nin depida kirib. Meyada uni qo'shqoq chiqib bo'lgan boz baqlalar ekan kirib. Ideal o'ssa. Men ko'p bilgan dotashimiz bir joyga bir vaqt tamoq qilsak tugaydi. Bu yerda qo'yni silab bilan sinab baqsanglar bo'ladi. Anda aslı bulunmaz da piyaka. 137, 796, 24, 047. Numarını obdan saqlab, kelib turib, ideyamizni o'sha paydan qalsangiz bo'ldi endi.